Assalomualaykum. Video ikimiz Urganch shahar Shavot kanali bo'yinda Beshni ko'pirining yanında kirpichli domda 2-etajda 3 xonali kvartira sotiladigan, shuni ko'rib chiqamiz. Banimiz Beshni ko'piri tushgandan keyin Bunyod Gamburg, Bahrom hot dog, Bantaratishida Nargis kafe Shavot kanalining bo'yinda. Shu ko'rib turgan domlaringizda 2-etajda 3 xonali kvartira sotiladigan, shuni ko'rib chiqamiz. Bahosini ham aytib o'tib ketaman. Bahosi 480 million so'm, naqddan ikkilamchiga ham to'g'ri keladi. Shavot kanalının boyunda havası toza edi, yazda chiqib aylanib yursangizlar bo'ladi. Beramiz Shavot kanalı. Kirpichli dom, 2-etaj 3 xona, 480 million so'm. Hozir kvartirani o'zini ham ko'rib chiqamiz. Berlarda gaz, svet, suvdan, marshrutdan muammo yo'q. Bedena 5 o'tib turibdi. Ishlanadilar. Magazin, dükkan hamma narsa bor. Maktab, bog'cha yaqin. Belallar zeleniy zona bo'lib turadi. Yozda go'mga ko'p turadi sho'lar ham yeri. Biz kvartiramizni ko'rib beramiz. Joyimizdan qismiga yetib keldik. Ko'cha eshiklar, damir eshiklar qo'yilgan. Ichon tarafidan yana taxt eshiklar ham qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. 3 xonali kvartira. Eshikdan kirdik, shundan beri asli kuxnyasi bor. Kuxnyasi aran tarafga chiqqan. Berimiz o'tirib chaychadan yeritib qo'ysangiz ham bo'ladi. Dolanat, protsezlar ham bo'ladi. Bu yerda bir o'tiradigan yeri, bu yerda zali, bu yerda kattalar spalnisi, sanuzeli, hojatxonasi отдельный, bu yerda детский spalnisi bo'ladi. Bir chetdan ko'rib o'tamiz. Oyoqliklarimiz pol bo'lgan, hamma joyimiz, eshiklarimiz hammasi taxta. Remontimiz fonda, oddiy remont, vazg'ini ochib etib bersangizlar bo'ladi. Taxta eshiklar, oyoqliklarimiz pol bo'lgan, отопление sentralnidan qizadi. Ishlab turibdi. Yerimjot turibdi. Uyimizni bir zo'r tomoni Shavot bo'yina qaragan. Banimizning Shavot bo'yi, bani Beshni ko'piri. Ko'chadan ko'rsatib beramiz. Beda yaxshi ko'rinmadi. Banimiz Beshni ko'piridan mashina o'tib turibdi. Bunda yana Shavot kanali. Shavotning bo'yinda dom. Kirpichli dom, 2-etaj, 3 xonali kvartira. Oyoqliklarimiz ham meri pol. Sosteniyasi bir ozgina tutatib berish kerak. Fonda turibdi. Bu akkuratni. Точка zo'r, 2-etaj. Tak, bu tomonda birgina kir mashinani olamiz dedilar. Vannalar o'zgargan, rakamlar qo'yilgan ekan, aristollar qo'yilgan, polniy kafel bo'lgan, patologlar plastik ventilyatsiya joylari bor. Hamma kafel, eshiklar taxtadan. Tualet vanna отдельный, bandina hojatxona joyi, bellar ham kafel bo'lgan ekan. Bir de korpni plastik tushibdi. Tak, bu tomonda kattalar spalnisi, arqadan sal ulug'roq bu. Konditsioneri bor, отопленияsi sentralni aytib o'tganimizdek, ullu oyna tushgan, ko'rishingiz mumkin. Oynasi Shavot bo'yina qaragan, Shavot bo'yi bir yaxshiroq ko'rinadi ekan. Shavot bo'yina qaragan. Yozda aylanib yursangizlar bo'ladi. Banimiz ko'pir. Kirpichli dom. Oyoqliklar pol bo'lgan, fonda. Bu tomonda zali bo'ladi. Zalim fonda pol bo'lgan oyoqliklarimiz, otopleniyasi bor, ullu oyna tushib turibdi. Xohlasangiz buni ochib qo'shib bersangizlar bo'ladi. Zal bundan ham ulay keladi. Shunday sosteniyada. Bu aslida kuxnya bo'lgan. Kuxnyani chiqarganlar, bu nozik shkafni tashab, ukolog qo'yib o'tirsangizlar ham bo'ladi. Tuzir ketadi o'xshaydi. Bu yerda balkon. Примерно 2-6 razmerda tushgan balkon. Aynalar alyumin. Bir de o'tirib charjadan ko'rib turadi. Oynasi, zalning oynasi. Kuxnyamda podyezdning ustidan chiqib turibdi. Banimiz podyezdning usti, gaz plitani bir chiqarib qo'yib turadi. Vichkasi bor, moykasi bor. Ixchamli kvartira. 3 xona, 2-etaj, lokatsiya zo'r. Bahosi 480 million so'm. Kim ma'qul bo'lsa bemalol telefonlar kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Joy gap yo'q. Bahosi ham normalniy, lokatsiyasi ham zo'r, Shavotning bo'yinda. Bundan tochkadan kam chiqadi joy. Kirpichli dom. Telefon nomerini aytib o'tamiz: 99 946 76 66. Kim ma'qul bo'lsa bemalol telefonlashib kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Bahosi 480 million so'm. Ikkilamchiga ham chiqadi.